konsert qilishga nima bor? Qo'lingdan kelmasa, mardlik. Xalq o'zini vaqtini sarf qilib kelgandan keyin, menimcha sahnaga chiq, o'zingni ishingni keyin hal qilaverasan. Administratsiya Xonanda Yulduz Usmonova Ummonning Buxoroda bekor qilingan konsertiga keskin munosabat bildirdi. Bugun bu san'atkor kechami ilgarigimi konsert e'lon qilib, odamlar kelsa, meni pulimni berishmadi deb chiqmabdi. Juda katta xato bo'lgan san'atkor tarafdan. Kelding. Xalq eng oliy zamonini seni konsertingga ajratib kelibdi. Endi qanchasi bo'lsa ham, ozdir ko'pdir. Keldimi, pulini keyin hal qilib olasan. Это ваша проблема. А народ, если потратил время и пришел, konsert atmay qilib ketishga haqqing yo'q. Va shu bilan birgalikda boshlandi bizdan ham so'rash. Men hech qachon konsert bunaqa qilmaganman. Mana shunaqangi hamkasblardan uyalib doim jabr chekamiz. Konsertni e'lon qilsang, qo'lingdan kelsa e'lon qil, qo'lingdan kelsa konsert e'lon qilib chiqqin, bo'lmasam yig'ishtirib to'ydan boshqa narsaga yaramaymiz deganda o'zingni otingni nima bo'lsa to'g'ri qo'ygin. Konsert qilishga nima bor? Qo'lingdan kelmasa, mardlik. Xalq o'zini vaqtini sarf qilib kelgandan keyin, menimcha sahnaga chiq, o'zingni ishingni keyin hal qilaverasan. Administratsiya hozir administrator bor, hammada o'zini prodyuserlari bor, pulini olib kelgandir, boshqa qilgandir. Xushyor ishlanglar, yaxshi ishlanglar, to'g'ri ishlanglar. Xalqda ayb emas siz pul olib ololmaganingiz. Keldingizmi, 10 ta odam bo'lsa ham kirasiz konsertga. Nima deysiz? Menda ham bo'ladi bir xil paytda. Yaxshi organizatsiya bo'lmagan bo'ladi. Mana shu yil prosta organizatsiyalar yaxshi bo'ldi. Bir xil paytda ozgina odam kelib qoladi, chiqamiz. Farqi yo'q. Mana bugun ham biz kelmaydi deb o'ylagan ekanmiz, Milliy gvardiya kirgizmadi. Порядок dedim, молодцы. Man masalan deylik, Ummon qildi shuni. Uyat. Это вам не те времена. Объявил, приходи. Нет, сдай лицензию, не пой. Это тебе что, свадьбу, что ли? Люди тратят время, приходят на концерты не ради твоих денег, не ради твоего удовольствия. Они приходят посмотреть на тебя. Это твои отношения со зрителем. И мы не имеем права артисты делать так. Ваши отношения с деньгами там решайте. Xalqdan nima ish bor sani puling bilan? Topganingda sanamayapti, yo'g'ingda nima qiladi sana anaqa? Перед фактом qo'yib ming bor uzr, bir san'atkor sifatida, anaqa sifatida uzr so'rayman. Bu vaziyat uchun ham hammamizda har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Sabab bo'lishi mumkindir, lekin sababi pul bo'lsa bu noto'g'ri. Xullas, Buxoroga ayollar, men juda yaxshi ko'raman. Duolarimda bo'lasizlar. Iloyim, erkaklarimiz, ayollarimizni ehtiyot qilinglar. To'g'ri, stervalarimiz bor, urushqoqlarimiz bor, injiqlig'imiz bor, lekin ayol kishi 40 dan keyin o'zgaradi, o'zi ham qiynaladi, o'zini fe'lidan, o'zini anaqasidan. Lekin biz shu narsaga yashab o'tishimiz kerak. Ayolchiligimiz bor. Shuning uchun ayollarimizni ehtiyot qilinglar. Chunki jamiyatimizni bino bo'lishi ayollarimizdan. Xafa qilmanglar, ehtiyot qilinglar. Boringlarga shukur, hammanglarga ta'zim qilib qolaman. Buxoro fontanlar shahri bo'lsin, bu meni iltimosim, talabim. Qarov ko'proq bo'lsin. Cho'lda sanatoriya kerak emas. Mana shaharda chiroyli kechqurun chiqadigan joylar qilib beriladi. Uni ham sababi katta. O'sha masjidga chiqadigan, masjid quryapmiz, masjid yaxshi. Kechqurun qariyalar, yoshlar chiqadigan, salqinlanadigan joy ham bo'lsa, juda talabga muvofiq bo'lardi. Sog' bo'lib, salomat bo'ling.